Yedi shu telefon sizni, yedi. Odam ham unchalik bo'lmaydi. Ko'chada ham, uyda ham, mashina ichida ham telefon. Ammo ham ayol siz bilan o'tirib gaplashgim keladi, mana dildan suhbat qurgim keladi. Obbo, bu xotin zaryadi qolmabdi-yu. Nerimga chiqarib yubordi. Telefon. Ma xotin? Omani deydi yorim. Kechga osh qilaymi, yomon qilay? Osh. Ha, go'shtlikgina qilaman. Zaryadlab turish kerak edi bu elektromobilchani. Qayerdasiz? Ishdaman xotin. Bugun vaqtli kelaman deb va'da berdiz-ku. Bilasan, Muhabbat shahri loyihamizga oylik to'lovni 5400 ming so'mdan qilib qo'yganimizdan keyin klientlar ko'payib ketdi. Bugun ham kechroq borsam kerak. O'z doim sizni shunaqa bahonangiz bor, sizni ham xotiningiz bor, bola chaqangiz bor. Bizga ham bunday vaqt ajrating, ko'chalarga olib chiqing, qachongacha bunaqa yashayman, jonimga tegib ketdi. Obbo, yana buni zaryadi qolmabdi. Hozir bittada to'ldirib qo'yaman. Mana. Buxoroya bor domash, kani domash. Buxoroya bor domash, kani domash. Buxorovchi mehonim, kelin domodlar ro'yash. Xotin! Assalomu alaykum dadajon. Siz yaxshi keldingizmi? Qorningiz ham och qolgandir, men shiringina ovqat solib qo'yganman. Rahmat, onam ham keluvdilar. Keling, ona. Ha, kelinjon. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Kiring, choy oyijon. Onangiz nima uchun menga unaqa deylar? Men sizga erga tekkanmanmi yoki onangizgami? Obbo, buni zaryadi yana qolmabdi-yu. Ma Yo, dadasi to'g'ri tushuning-da, menga ham oson emas. onam ham keluvdi-ya. Ma xotin yana bitta. Ana endi bu boshqa gap. Oyjon, massaj qilib qo'yaymi? Yo, bu xotinlarni zaryadi qolmaganda pul berib, zaryadini ko'tarib turish kerak ekan. Odamni shunday davcha yegisi kelib ketdi. Erimga olib bering desam, baribir olib bermaylar, jimot. Qanaqa qilib bo'lsa ham shu erimga oldirishim kerak-da. Assalomu alaykum, Imkon savdo markaziga xush kelibsiz. 1 minut. Alo? Allo dada. Shunday davcha yegim kelyapti. Shunday davcha yegim kelyapti. Iltimos olib keling. Iltimos olib keling. Bo'ldi bolajonim, ishdan qaytishimda olib boraman. Bo'pti. Uzr, bizda bozordan ham arzon narxda aksiyamiz hali ham davom etyapti. Onamni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Shunday sog'inib ketdim. Islom? Bizda iPhone, Samsung, Honor, Redmi smartfonlarining barcha turdagilarini boshlang'ich to'lovsiz 12 oy muddatga birgina pasport evaziga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Dada, bebeğim soğandı. Borib kelaylik. Borib kelaylik, iltimos. Shu kecha tushimga kiribdilar deydi. Shu kecha tushimga kiribdilar. Bo'ldi bolam. Shuningdek, avtomashina jihozlari uchun 20% lik chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin yoki 25% lik bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Zo'r aka. Hozir 1 minut yana. Dada, oyimni ammam to'yda. Dada, oyim ammam to'yida. Oyim ash ko'ylakda. Ko'rgim kelyapti. Ha, sho'mpilmiya xotin. Bu buncha narsani bizda bola emas, cho'ta xotin xohlayapti. Yo bolani qurol qo'yapti. Hayotda bermayman. Shestricha. Aka, yuring. Qizil ko'ylagi aqlimni oldi. Xotin 50 ming berib yetmay turibdi. Men bironjada ishlayman, mendan pul so'rayapsiz. Kecha gaz aksimichgan achishdan chiqqan 5 dollar bor-ku, o'shani ber. O'shani ham ko'p ko'rdingiz-a? Mang. Mana aka, xotin. Erkak kishi bir yotmasdan pul topsa-da, ayolni qo'liga qaramasdan. Girbishim kalla minnat qilishni boshladimi? Ayolni puliga qo'l tekkizdimi erkakdan baraka, omad, rizq qochadi. Necha oylik bo'ldi? 4 oylik. Qiynalmayapsizmi? Qiynalyapman. Ayol boshim bilan ro'zg'or tebratib qiynalolmanda. Ha, ona yaxshimisiz? Kuyovim yaxshimi? Ha, kuyovingiz ham uydalar. Ishlari o'xshamayapti hozir. Polni ro'zg'orlikni o'zim qilolman hozir. Ha, o'zim ishlayapman. Ha? Hammasini hozir bo'ynimga olganman bularni boqishni. Ha, boqaman. Telefoningni qo'y. Qo'y telefoningni. Hozir ona.
Nima deyapsan sen? Sen nima deyapsan? Nima dedi? Menga bergan 5 dollaringni minnat qilyapsanmi? Между прочим, u saniki emas, meniki. Ana sizniki? Evet, mana bu gazak sim ichganni kim olib keldi? Siz? Ichidagi 5 dollar chiqqan ekan, kimniki bo'lar ekan? Maniki? Qana saniki bo'ladi? Men sotib olib kelgan bo'lsam. Sen ayollar borki, erlaringga 1 so'm bermay ekan, borki 1 so'm o'tib ketmasin ekan. Butun dunyoga aytganing. Bor o'lgan buying ham ayt qabriga borib. Raqse, raqse, mohiqane raqse